Так, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tug'anlar, do'stlar, men davno yo'q edim. Vaqt yo'q, ha tezgina yozirga bildim. Eng tegi пока men новостlar qaray olmayman, to'da-so'da. Короче, vaqt yo'q, durustini aytsam, eng hozir muhim ayber bu kishilarni munda ketiruv. Mana shu ayber bilan men hozir tegi nig'roq shug'ullanirga bildim. Shularga kelam deganlar bo'lsa, mында qaror kerak edi. Kelam deganlar bo'lsa, yozig'iz. Narsaki Yevropaga. Само собой, я aytganim edi, so'g'ishdan keta turganlar tуда-sюда, короче, narsanda происходит. Но hozir endi ko'pragi ставим ставку на Азию. Hozir endi скажу на узбекском тоже. Hamma O'zbekistondagilarga, Tojikistondagilarga, Qirg'izistondagilarga ham aytaman, kim Yevropaga kelaman deganlar bo'lsa, menga yozinglar. Hamma yerga men xabarlarni tashab qo'yganman. Yangi bitta Telegram kanal ochdim. Telegram kanaliga ham yozishinglar mumkin. Если что, а так hozir boshqa har xil davlatlarni biz ko'ryapmiz. Qaysi yer yaxshi, qaysi yerga sizlarga ma'qul tushadigan yerlar, хотя бы chiqib turib kelgandan keyin qora ish qiladigan yerlarni men nima bilishib, nima harakatini qildik. Eng bu yerda zo'r narsasiki, sizlarni biz qora yo'l bilan bir bola qilib olib kiramiz. Vizasiz, viza kutmaysizlar, boshqa qilmaysizlar. Faqat men ungacha bitta video tashab qo'ydim. Sizlar nima qilasizlar? Faqat Bosniyami yo Serbiyagami viza qilasizlar. Chunki o'zbek, qirg'iz, tojikka u yerga viza kerak. Qozoqlarga ham viza kerak shekilli, bilmayman. Rossiyalarga viza kerak emas. O'shanga Rossiyadagi o'zbek, tojik, qirg'izlar, rossiyanlar rossiyskiy pasport bilan urushga bormasdan, sizlar lutchi Qirg'izistonga, Tojikistonga, O'zbekistonga qaytmasdan Yevropaga kelib, dalcha davom qilishinglar mumkin ishlagani. O'shanga hozir men buni как reklama tashlayapman. Kelaman deganlar bo'lsa yozinglar. Men mana bu ustni tashlayotdim, haliga hozir endi o'zimni ham ko'rsatib tashay, чтобы sizlar nima desam bo'ladi, cho'chimanglar, boshqa qilmanglar. Chunki men ko'p saytlarni, gruppalarni titib tashladim. Hamma yerda Kidalova. O'shanga men Kidalova emas, men Xudoga shukr, men sizlar men bilasizlar, boshqa hamma yerga hozir YouTube'larga ham tiqib tashlayman. Harakatinglarni qilinglar, kelinglar, hayotni ko'ringlar. Hayot yaxshi, yomon emas. Faqat nima desam bo'ladi? Qanaqa maqsad bilan kelasizlar? Qog'ozini olganimmi, ishlaganimmi, o'sha taraflardan endi qiyinchilik bo'ladi. Men допустим mobilizatsiyadan kelganman. Mobilizatsiya nimasi bilan men hayotimni nimasini qildim degandek, dokumentlarini. Sizlar qanaqa qilasizlar men bilmayman. O'shanga sizlar yo pul ishlagani kelasizlar, yo dokument qilasizlar. O'shandan tanlaylar. Keyin oilaviylar. Hozir oilaviylarga ko'proq men stavka qilyapman. Oilaviylar kelsa juda ham zo'r. Men haligi bola haligi beremennilar bo'ladigan bo'lsa, 2 xatlar bo'ladigan bo'lsa, undan ham zo'r. U tarafini ham alohida men sizlarga tushuntirib beraman. Alohida ularni tushuntiramiz. Bu yerda emas, efirda emas, chunki hammaga buni gullab bo'lmaydi. Dangal kelaman deganlarga bitta tushuntiraman. Men Telegram kanalimni tashab qo'yaman. Telegram kanalini bilasizlar endi, Xorvatiya granitsa, o'sha yerga yozsanglar bo'ladi. Xorvatiya granitsa и telefon nomerlarimni, xullas, любой kommentariy yozsanglar men chiqaman, xudo xolasa. Kutib qolaman. Endi rus tilida ham gapiraman. Короче говоря, если кто захочет приехать из Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, с любого азиатского страны, если захотите, можете обращаться, как говорится. Я вам помогу, как говорится, проблем нету. Все здесь там показать, что почем, короче. Но, конечно же, само собой, да, кстати, я и на татарском, и на узбекском не сказал, за эту сумму как бы есть нюансы, да, как прикол, нюансы. Имеется в виду, есть нюанс, как бы я за это как бы беру за свою какую-то энную сумму. Поэтому, исходя от этого, если кому интересно, кто мучается с Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, не могут сделать визу, вас кидают и так далее. Очень много я прочитал комментариев, что этот кинул. У меня такого нету, поэтому я вам не предлагаю визу, ничего не предлагаю. Вам предлагаю самим сделать. Через интернет мне говорят, вот я закинул там какие-то методы вам как сделать. Вам нужно сделать визу
в Боснию. Короче говоря, сделать визу в Боснию, и оттуда уже исходя, мы вам сделаем, получается, полный кейс маршрута, и вы дальше будете действовать сами. Все самостоятельно, вас никто не будет, как говорится, кидать, вас никто не будет, как говорится, вести за ручку. Все вы сами, как турист, но цель точка А и точка Б выполняться будет мной. И все, как говорится, вы можете довериться мне, как говорится, все испытано, проверено самим лично мной. Мин белән, мин. Короче говоря, может я как-то сейчас нелепо все говорю, но я как бы тоже этот, как говорится, на прогулке, и поэтому я решил это написать, потому что очень много комментариев я вижу этих в телеграм-каналах, поэтому я хотел вот это объяснить это раз и навсегда, и сейчас скину тем, которые мне писали. Так что максимально репост, максимально, короче, давайте поможем друг другу, максимально раздавайте туғандарыңызға, қарындаш уруларыңызға берегіз, все қардашларға берегіз, всем, короче, распространяйте, делайте, как говорится, ради Аллаха все движение. Вот и все. Здесь ничего харамного нету, главное ваша приспособленность, где вы хотите жить, где вы хотите зарабатывать, сколько вы хотите зарабатывать, все в ваших руках. Так что давайте действовать. Я вам не какой-то там риэлтор или там не какой-то там балабол, который бла-бла-бла и кинул. Нет, все будет ясно, конкретно, бабки и движение. Все, бабки и движение. Все, другого варианта у вас не будет. Ваша задача приехать и здесь дерзать и до получения документов. Все, Олга. Олга, как говорится, Башкортостан, Олга Татарстан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан. Все, mana shu yoqin menga davlatlar Olga.